1 minut ingliz tilida o'tgan davomli zamon haqida. O'tgan davomli zamon deganda o'zbek tilida fe'l tarkibidagi ayotgandi qo'shimchasini tushunsak, osonroq tushunib olamiz. Ya'ni uxlayotgandi, kitob o'qiyotgandi, ovqat yeyotgandi, futbol o'ynayotgandi, maktabga ketayotgandi. Mana shu o'qiyotgandi, mana shu yerda ayotgandi qo'shimchasi kelib chiqishi uchun o'tgan davomli zamondan foydalaniladi ingliz tilida. Bu zamonning yasalishi ega, unda birlik va I uchun was, ko'plik va you uchun were. Undan keyin so'ng fe'lga ing qo'shiladi. Bu darak shakli. Inkor shaklida was were'dan keyin not qo'shiladi. So'roq shaklida was were va eganing o'rni almashtiriladi. Misol uchun he was playing football at 6 p.m. Soat 6 da u futbol o'ynayotgandi. Yoki they were playing football at 6 p.m. Ular soat 6 da futbol o'ynashayotgan edi. Ko'rganingizdek ayotgandi qo'shimchasi kelib chiqadi.